Barchaga salom. Videodagi men, men. Meni taniydiganlar hayron qolishi tabiiy. Xo'jayinim ko'pkari uyiniga ishqibozlar. Shu sababli boshqa viloyatda bo'layotgan ko'pkarini ko'rgani ketgandilar. Shu sababli xo'jayinning jonajon qadrdon fermalariga bugun ilk marotaba o'zim qaradim. Ya'ni qo'ylarga ovqat berdim. Men o'ylaganchalik unchalik ham qiyin ish emas ekan. Qaytaga odamga energiya beradigan ishlardan biri ekan. Voy bilan shirinligini botinkaga pasmatri. Wow. Bugun havoyam zo'r bo'ldi. Ona bola hovlimizga aylangani chiqdik va Muhammadim ko'chada uxlab qoldilar. Fursatdan foydalanib hovlilarni supurdim. Bu orada Baby Vision kartlarim ham yetib keldi. Kech tushishi bilan har bir ayolni o'ylantiradigan savol: kechga nima ovqat qilsam ekan? O'ylab miyamga qovoqli manti keldi va qovoqli manti qilgani bel boyladim. Qizli uyimda hamroshli ovqatlar u yoqda tursin, hattoki oddiy ovqatlarni ham qilgani yaqin yo'lamasdim. Boshiga tushsa binoyidek qilib ketadi degan gap xuddi menga aytilgandek. Ba'zan mazali ovqatlar pishirgani shunchalik sho'ng'ib ketamanki, o'ylab qolaman. O'zimning shaxsiy brendim ostidagi restoranlarni qursammikin, o'zim shef povur bo'lsammikin deb. Bexosdan 4 yil institutda o'qiganim, yo'nalishim esa pedagogika bo'lganligi yodimga tushadi. Kutishni juda yomon ko'rganim uchun oylik daromadni kutgandan ko'ra kunlik oqib turadigan daromadli ish qilgan ma'qul. Hali ish qayerda-yu, oylik qayerda? Yaqinroq keling, sizga bir sirimni ochaman. Aslida ovqat qilishni unchalik ham yaxshi ko'rmayman. Shunchaki ovqat qilish jarayonini video, rasm, suratlarga olib, uni montaj qilish mening eng yoqtirgan ishim. Yaxshiyamki xo'jayinim Instagram ishlatishga ruxsat bermaydilar. Bo'lmasa bunaqa videolarim bilan bilmadim, Instagramda zvezda bo'lib ketardimmi? Xullas, mantini pishirgani ham qo'ydik. Bugungi kunim shunaqa xayrli, barokatli bo'ldi. Barcha ishimga ulgurdim. Barchangizni yaxshi ko'raman. Ko'rishguncha.